Bugun Zagrand bo'yicha savollarga nuqta qo'yamiz. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda Zagrand pasport, ya'ni xorijga chiqish biometrik pasporti bilan transport vositasini boshqarish mumkinmi degan savol bo'yicha ko'plab munozaralar bo'lmoqda. Ushbu savolga javob berishdan oldin bu yerda kimnidir ayblash yoki aybsizligini isbotlash emas, balki mavjud holatni inobatga olib, huquqiy tahlil qilib, nizoli holatlarni oldini olishni maqsad qilganmiz. Qani, boshladik. Prezidentimizning 2018-yildagi 4079 sonli qarorida belgilangan tarifga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish biometrik pasporti xorijga chiqish hamda O'zbekiston Respublikasi hududiga kirish, shuningdek, xorijda turish vaqtida egasining shaxsini va O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini tasdiqlaydigan, pasport egasining shaxsiy biografik ma'lumotlari va biometrik parametrlari saqlangan elektron axborot tashuvchiga ega bo'lgan hujjat hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, tarifda biometrik pasport so'zi keltirib o'tilgan. Shuningdek, ushbu qarordagi nizomning 5-bandida xorijda doimiy yashayotgan va doimiy konsullik ro'yxatida turadigan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish biometrik pasporti uning egasi O'zbekiston Respublikasi hududida bo'lgan davrda shaxsni tasdiqlovchi hujjat hisoblanib, davlat xizmatlaridan foydalanish uchun haqiqiy deb belgilab o'tilgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasiga ko'ra esa, haydovchining yonida O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari yoxud konsullik muassasalari tomonidan berilgan biometrik pasport mavjud bo'lgan taqdirda boshqa tegishli hujjatlar yonida olib yurishi talab etilmasligi ko'rsatib o'tilgan. Ko'rinib turibdiki, xorijga chiqish biometrik pasportidan foydalanish uchun hech qanday taqiqlar mavjud emas. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Xorijga chiqish biometrik pasporti orqali fuqarolarning ma'lumotlari planshetda ko'rinadimi? Ha, bunda hech qanday muammolar mavjud emas. YPX inspektori planshetga xorijga chiqish biometrik pasportining seriya va raqamlarini kiritish orqali fuqaroga tegishli ma'lumotlarga ega bo'ladi. Shu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, ichki ishlar organlari fuqaro manfaatlari uchun xizmat qiladi va har qanday byurokratik to'siqlarga qarshidir. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, fuqarolarimiz Zagrand pasport bilan transport vositalarini boshqarishi mumkin.